Assalomu alaykum. Ben bugun sizlarga Chery Arizo 8 gibrid mashinasini to'liq obzor qilaman va shu obzordan keyin sizlarda umuman savol tug'dirmaydi mashina bo'yicha. Mashinamiz ko'rib turganlaringdek Chery Arizo 8 gibrid 1.5 turbinali motori bor, 18 kW batareyalarigacha bor. Mashinamizda jami hisoblaganda 347 ta ot kuchi. Mashinamizning tashqi dizaynlariga o'tadigan bo'lsak ham ancha chiroyli. Oldin LED faralarda joylashgan. Mashinamizni rasxodlariga keladigan bo'lsak, bosib yurganingizda 5 ta rasxod qiladi, atak jim shahar ichida yurganingizda 4 ta rasxod qiladi. O'sha tomonlama mashina anchagina ekonomik hisoblanadi. Mashinamizga keladigan bo'lsak, partroniklari bor, oldida 360 kameralargacha bor, tubanik faralari bor, chapga o'ngga burilganingizda o'zi avtomatik o'sha tomonga buriladi. Mashinamizning diskalari, shinalari 18 razmerda. Mashinamizga keladigan bo'lsak, 0 dan 100 gacha razgoni bo'lgani 7 sekund atrofida bo'ladi. Endi mashinamizning bir interyeriga o'tsak yaxshi bo'lar edi. Mashinamizning tashqi ko'rinishi ancha chiroyli va interyeri ham shu orqali ancha chiroyli. Mashinamiz ko'rib tursangiz, obshivkalari Merce'ga o'xshatib qilingan, pamyat sidinalari bor. Xolasa 1 ga, xolasa 2 ga, xolasa 3 ga qo'yib qo'yiladi. Aynan o'ziga moslab, bokovoylar ham o'ziga moslanadi. Mana bulari Merce qilingan tipi. Anchagina shu tomonlama chiroyli. Sony akustika sistemalarida ancha muzikani maza qilib eshitadi, ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa. Keyin mashinamiz ichki interyeriga keladigan bo'lsak, o'zini nimalari bor, ya'ni faralari bor, ichkarida ham yonib turadi, podsvetkalari. Mashinamizning eng yaxshi tarafi o'zini atirlari bor, 3 xil. Svejiy, relax, bodrishlari bo'ladi. Shu tomonlama ancha yaxshi. Mashinamizga keladigan bo'lsak, mashinamizda start stop yo'q. Qachonki siz remenni taqasiz, keyin mashina harakatlanadi, ungacha harakatlanmaydi. Mana bu mashinamiz hozir harakatda davom etishda bo'laveradi. D ga qo'ysangiz shuni yurishda boshlaydi. Mashinamiz anchagina keng, orqa tomonlarini ham ko'rishlaring mumkin. Ancha keng qilib ishlangan, eko kojada. Orqada o'tirgan odamga ham juda yaxshi, qulayliklari tomonlama. O'zining deflektorlari bor, bemalol USB portlari ham bor. Qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi zaryadkaga. Oldi 2 ta o'rindig'i isitadi ham sovutadi, orqalari esa faqatgina isitadi mashinamizda. Va mashinamizda 18 razmer diska, shinalarda mashinamiz. Mana bu esa elektr porti. Ya'ni bistri zaryadkaga qo'ysangiz bo'ladi, tashqarida, ko'chada 20 dan 80 gacha mashina 18 minutda to'ladi. Va mashina agar 20 dan tushib ketadigan bo'lsa, zaryadi o'zini o'zi zaryadka qiladi. Ham 60 tezlikdan уже ko'tariladigan bo'lsangiz, sразу benzinoviy motor yoqadi. Bu esa uyda qo'yasiz, 220 voltga bemalol uyda qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Boklariga keladigan bo'lsa, benzin boklariga 56 talik bo'ladi. Rasxodi shaharda ichida o'zi 4 ta, bosib, sportivniy, eko va normal rejimlari bor. Agar ekoda yuradigan bo'lsangiz, shaharda ichida 4 ta rasxod qiladi. Sportga oladigan bo'lsangiz, boshlaydigan bo'lsangiz 5 ta rasxod qiladi. Shu tomonlama anchagina yaxshi. Mashinamiz orqa ko'rinish tomonlari, partroniklari, 360 kameralari, mashinaning hamma funksiyalari bor. Mashina keyin bitta yaxshi tarafi, har tormoz bosganda o'zini o'zi zaryadka qiladi. Ash tomonlama juda qulay. Mashinamizni bagaj hajmiga keladigan bo'lsak, 455 litr hajmda o'ziga bemalol sig'dira oladi. Anchagina keng, o'zini uyda qo'yish uchun zaryadkalari bor. Bemalol 220 ga uyda qo'ysangiz bo'ladi. Mashinada gibridlarda hech qaysi birida zapaska bo'lmaydi. Sababi buni tagida o'zini akkumulyatorlari bor. Agar baloningizda teshilib qoladigan bo'lsa ham, vaqtinchalik yamab olish uchun o'zini penalari ham bor. Buni o'zini tagida akkumulyatorlari bo'ladi, ya'ni elektrda akkumulyatori bu. Mashinamizni anchagina katta hajmli, o'zini subwooferlari bor. Muzika eshitadigan bo'lsangiz ham maza qilib muzika eshitib keta olasiz. Mashinamiz plug-in hybrid, ya'ni plug-in degani o'zi aslida zaryadlab qo'yuvchi degani. O'zi shu tomonlama anchagina yaxshi. O'zini o'zi ham zaryadka qiladi, ham bemalol siz o'zingiz zaryadka qo'ysangiz ham bo'ladi. Shu tomonlama ancha sizga qulaylik tug'diradi mashina. Mashinamizning endi ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, anchagina chiroyli. Mana bu podsvetkalarni ham bemalol almashtirsak bo'ladi. Ichkarida qizil yonayotgan. Mashinamizda panoramli lyuklari bor. Bunda голосовое управление ham bor, ya'ni mashinamizda bemalol alisalari bor, o'zimizning tilda aytganda. Привет, Chery. Говорите, пожалуйста. Открой люк. Хорошо. Ancha shu tomonlama sizga qulay tug'dira oladi.
Pardasi yana oxirigacha ochilishi uchun yana bir qator yana bosib qo'yamiz. O'shanda polniy ochiladi. Anchagina sizga chiroyli vid bera oladi. Mashinamizni o'zini konditsionerga ulangan, ya'ni xolodilniklari bor. Konditsionerda o'qiydigan bo'lsangiz, birorta suv solib qo'yadigan bo'lsangiz ham muzdekini ketadi. Bu yozgi kunda ancha qulaylik tug'diradi. Mashinamizda o'zini besprovодной zaryadkalari ham bor. Zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz, mana o'zi olib ketadi. Anchagina shu tomonlama yaxshi va 360 kameralari va Режим стандарт. sportivniy rejimlarigacha bor mana. Sportivniy, normal, eko rejimlari bor. Endi buni 360 kamerasiga o'tadigan bo'lsak, mana 3D da bo'ladi. Anchagina yaxshi, plavniy ishlaydi, qatimasdan. Mana ichkaridagi yoniq turgan displeylarni ham ko'rsatadi, panorama ochiqligini ham ko'rsatadi. Bu mashinani oldini, orqasini, yon eshiklarni bemalol ko'rsangiz bo'laveradi. Mashinamizni shunaqa xavfsizlik tomonlama juda yaxshiki, yoningizdan agar mashina keladigan bo'lsa, siz uni bilganingiz yo'q, mashina o'zi sirazi, masalan, chap tomoningizdan keladigan bo'lsa, o'ng tomonga olib yoki agar o'ng tomoningizda ham mashina bo'lsa-chi deydigan bo'lsangiz, oldiga tezlikni oshiradi. Shu tomonlama ancha yaxshi va telefonga chalib qoladigan bo'lsangiz, mashinaning o'zini shunaqa yaxshi datchiklari bor. Mashina o'zi sizga birinchi предупреждение qiladi. Agar shunda ham agar chalg'imaydigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha telefonga qarab turgan bo'lsangiz, o'zi avtotarmojeniyalari bor. O'zi tormoz bosadi. Shu tomonlama ancha qulay. Podsvetkalari bor. Buni bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Ichkaridagini mana xohlasangiz pushti, ko'k qilib qo'yishingiz mumkin, monoxrom spektr qilib qo'yishingiz mumkin. O'zingiz tanlab. Muzikalniy ritmi ham bor, ya'ni muzikani qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, o'shanga qarab ichkari diskoteka bo'ladi. Buni atirlarini qanday ishlatamiz desiz, aromatlari bor. Kirganingizdan keyin mana свежий, relax bo'dirish atirlari bo'ladi. Mana oldilari ham isitadi, ham sovutadi. Orqa o'rindiqlari esa faqatgina isitadi. Mashinamizda iOS tizimi bor, iON tizimi bor, ya'ni siz ichkarida masalan yo'lda ketayotganingizda allergiya qo'ziydigan bo'lsa, aynan shuni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, allergiyaga qarshi ishlaydi. Ertaga masalan mashinani kaliti yoningizda bo'lib ham sirazi kelib yoniga kelib ochadigan bo'lsa, sirazi konditsioner yoqib yuboradi. Ichkaridagi havoni o'zi almashtiradi. Siz o'tirgunizcha xullas sizga qulaylikni cho'tka qilib yaratib qo'yadi. Shu tomonlama anchagina RS8 gibrid mashinamiz aqlli. Mashinamizning motor qismiga keladigan bo'lsak, o'sha aytib o'tganimdek 1.5 turbinali motori bor. Mana o'zini gibrid sistemalari bor. Bunga qo'l tegizish maslahat berilmaydi, sababi qandaydir zamekaniya bo'lishi mumkin. 1.5 turbinali motor 347 ta ot kuchini tashkil qiladi. 20 dan agar zaryad tushib ketadigan bo'lsa, o'zini o'zi zaryadga qiladi mashina. 0 dan 100 gacha razgoni esa atiga 6-9 sekundda tashkil qiladi. Shu tomonlama anchagina qulay mashina. Mashinamizni tannarxi keladigan bo'lsak 364 million 900 va mashinani siz avtolizing, kredit, rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Eng kam boshlang'ich to'lov bilan 92 million boshlang'ich to'lov bilan bemalol o'zingizning nomingizga rasmiylashtirishingiz mumkin mashinani. Manzilimiz esa Abdulla Qodiriy 3A. Ish vaqtimiz ertalab soat 9:00 dan kechki soat 19:00 gacha. Shanba va yakshanba kunlari ham dam olishda ishlaymiz. Bemalol sizni Cherry Farg'ona Davr Motors avtosalonida kutib qolamiz.